Hozir yaqindagina Ancient kartani tugatdik. Bu vaziyatda ko'rishingiz kerak. 5 ga 2 qolib ketgan vaziyatimizni Alisher bilan. Alisher ko'rinishidan. Alisher va meniki. Biz 2 ga 5 qo'ygan urdik. 2 ga 5 da nima qilganimizni ko'rsatamiz. Hop, Avikovamizni yonimizda Avikoma deb to'polon qo'yapti. Hali tushunmadi nima qilishimizni Avikda. Hop, Alisher bu. Gobi dishotdi, adam bo'yga ketdilar, men qoldim bu. Men qaytdim bo'yga, bu yerda to'polon bo'layotganiga. Ishkal bo'ldi. Hammasi birda ekan, men baqiryapman. Gobi. Hop, Baqiryapman. Mana 2 ga 5 qoldi. Yo'q, hozir 3 ga 5 qolganmiz. Hozir bittasi o'ladi. O'ldirmasdan. Hop, o'ldi. 2 ga 5 qoldik. Mana savaladilardan bittasini dimdan. Mana savaladilar. Men savaladim. 2 ga 3 qoldi. Adamlar shaqqilatadilar. Endi mana Men qaytdim. Qaraylar. Mana Dan o'ldirdilar-da, endi meni yuzimdan qaraylar. Dan tegdi, men o'ldim. Endi qaraylar. O'lganmiding sen? Ha? Oxirida o'libsan sen. Men o'ldim. Keyin Shunaqa vaziyat bo'ldi, shib chiqib, hamma bismillah deb turdi. Bismillah deb. Men bismillah deb turdim degan.